Hürmetlik Vezir Əzzəm, mən sizning sadiq chakiringiz. Mən sizga sadiq bo'laman. Mening sizning qizingizga o'yinishimga ijozat bergaysiz. Vezir Əzzəm. Vezir Əzzəm, mən sizning məngu sadiq chakiringiz. Menga ijozat bergaysiz. Qadrlik Murod begi. Sizning yonchug'ingizda qanchalik tangingiz bor? Ha? Begim, Begim. Vay Cahan, vay Can beni qutqizinglar. Çok ketdi. Çok ketdi bu. Tez bo'linglar. Tez qutqizaylik. Tez. Tez bo'linglar. Nima shok ketdi bu? Bo'lmadi. Qo'lingizdan keling. Tez bo'ling. Nima shok ketdi? Nima bo'ldi? Men qarab boqay. Tez qutuldirib oling. O qo'lni bag'ila unmayotdi. Shundaqmi? O qo'lni berishni unimasa. Unda bo'lsa, biz eshakning quyrug'ini uningga beraylik. Shuningga eslab chiqsin. Qadaq. Ha? Kaslar. Og'zni beraman. Vay Can. Yaxshi bo'ldi. Mening ko'zimga nima ishki ko'rinadi? Xato tushunib qolmang. Asli buning hammasi siz uchun, ha? Apandim, meni siz qutqizgandingiz. To'g'ri, eshigimning quyrug'ini sizning tutib olishingizga to'g'ri. Eshakning quyrug'i endi mening bo'ldi, ha? Mening bo'ldi. Vay Can. Alloh begi, eshakning quyrug'ini qandaqmi yulab olib bo'lsin, ha? Amisa 10 tilla bersangiz eshigingizning quyrug'i yanala sizning bo'ladi. Yana sizlar har biringlar 2 yamoqdan har biringlar 2 eshak to'laysizlar. Tamash ko'rsanglarmi? O'xshashlar. Hammanglardan boj ilinadi. Uqdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Endi men Vazir Azamning qiziga o'yinni alaydigan bo'ldim. Vay Can. Qaysang, ha? Sanmiting Alvon begi. Vazir Azam, men sizlarning qizlarga o'ylanish uchun. O'ylanish uchun? Shundaq qolinglar. Men sizlarning qizlarga o'ylanish uchun 10 ming yamoq elib keldim. Mana bu 10 ming yamoq. 10 ming yamoq? Sen avval 10 ming yamoqni 10 ming tillaga aylantirib kel. Ondan to'y qilish taklifini qo'ysang bo'ladi. Bu To'xta. Begim bu. Ko'pchilik alanglar, shaharga kirganlar, shaharga kirish bejish to'lish kerak. Har biringlar bir kishilikdan. Anladinglarmi? Xo'jayin o'tinib qolaylik. Qanday gapirib ketdi bu? Qolaylik. Bu ishki bo'yning bo'ytiri qajab o'xshashgina. To'g'ri emas. Ish kishilik bosh topshir. Men bir odam tursam, nima ish kishilik bosh to'layman? Sen ko'zimga ishki ko'ringan tursan, albatta ish kishilik to'laysan-da. Aytasin bir qamlashmadi bu. Bu yana o'xshashli ishki ko'rinyapti-ku. Ishki kishilik topshir. Men bir odam tursam, nima ish kishilik topshirman? Uni aytmanglar. Men
Hey men. Hammanglar ish kishlik baş topshiringlar. Bu qanday olib Ish kishilik. Bu qanday olib ketdi? Ish kishlik boshlamasa. Shuni deymi, qanday degan gap bu? Ish kishilik. Bo'linglar. Hürmetlik Alvan begi. Yaxshi mesele. Sen mo shahar kiramsan. Shundaq. Men mo shahar kiray degan. Andaqda ish kishilik shahar kirish beji to'laysan. Ishki kishlik. Shundaq. Sen ko'zimga qo'sh ko'ringan tursan, shunga ish kishilik baş to'laysan. Anladingmi? Aslida mundaqkanda. Shaharga mehmonga boradigan do'stlar, shahar kirib mehmon bo'lish haqqi to'lishinglar kerak. Ichki kishilik. So'g' salom berganda so'g' salom haqqi, naqsh usul, nag'minava qilg'uvchilar yana qo'sh kishilik ko'ngil ish haqqi to'lish kerak. Ish bajaruvchilar yana kengash haqqi topshirish kerak. Qo'sh kishilik. Men faqat bozor kirib, aylanib chiqmoqchi. Qo'sh kishilik. Oltin tilla. Ondaqda yo'l beji, yo'l yurish haqqi, yo'l tozalash haqqi, yo'l asrash haqqi, yo'lda turish haqqi qatorliqlarga haq topshirishingiz kerak. Qo'sh kishilik. Bu qanday olib ketdi? Ma'qul. Qanchalik asla shunchalik beray. Tangrim, menga yordam qilib, tezroq tillaga aylantirib bersang, tez sendan o'tinib qolay. Hey. Rostdan oltin tilla ekan bu. Rostgan. Efendim. Çıh. Efendim. Qadrli efendim, eshiginizni menga setpagan bo'lsangiz bo'lamdi. Voyjon. Bo'lmaydi. Bu oltin tishida eshakni sizga berdiganga men ahmoq bo'lib qolmadim. Amsa menga bir oy oriyatga berib turing bo'lamdi efendim. Bo'lmaydi. Amsa yerim ay. Bo'lmaydi. 10 kun bo'lsin bo'lamdi. Bo'lmaydi. 5 kun. Voyjon. 5 kun. 5 kun, faqatli 5 kun. 5 kun bo'lsin bo'lmamda. Sizning hashlayotgan pullari ozlik qilyapamda. Men pul tepib, faqat vazirning qiziga o'ylanay degandim. Eshak bir kunda 1 tilla tezaklasa, 1 soatda 60 tilla tezaklaydi. Bir kunda 1000 tilladan ortiq pul topalaqdakman. Bek yaxshi bo'ldi. Oldinda ish bo'layli bir shartim bor. Nima shartingiz bo'lsa bo'laveradi. Bir kunligi 1000 tilla bo'lsin. Bugun shaharga kirish haqqi topshirmasangiz bo'ladi, xalqancha yo'l yuravering. Bek yaxshi bo'ldi. Hanim bo'lsa, vazirning qizini amirimga alolaydigan bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi eshak. Lekin mening bir shartim bor. Nimalar gap bo'lsa davering. Bugun bir kunlik shahar kirish bejida men yig'ib olay. Qandaq? Bo'pti. Bugun shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Undaq bo'lsa, bugun bir kun eshigim sizga tava bo'ldi. Bo'ladi. Andaqda bugun shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Xo'sh. Ko'pchilik bugun bir kun bajirilmaydi. Xohlagancha shahar kirib chiqinglar. Bergan pulinglarni sizlarga qaytirib beray. Ilinglar. Tezroq shahar kiringlar. Tez bo'linglar. To'xtab tur. Eshak. Voyjon. To'xta eshak. To'xta. Voyjon.
Amal tepildi. Efendim! Efendim! Bo'lmadi, eshigingiz bir qo'saq tilla bilan qichib ketdi. Tez bo'ling, tez. Tez bo'ling. Cho'qim siz uni xop qilib qo'ygan gap. Voyjon. Voy. Anlab turing, agar uni yana xop qilib qo'ydigan bo'lsangiz sizga oltin tilla tizaklab bermaydi, juma. Anladingizmi? Anladim. Ha, omroq eshigim, omoq eshigim. Men seni go'sht polo bilan mehmon qilay. Sen menga ko'proq oltin tilla tizaklab ber. Marhamat. Onun yana nima bo'lganda? O mening oldimda mengishga loyiq emas, o deydi. Eshakning qo'sug'ida sansanaqsiz tilla bor. Biroq sizning qo'sug'ingizda nima bor, ha? Unda qo'sa kenidan mangay. Marhamat eshak xo'jam. Onun yana nima bo'lganda? O sizni keynimda mengishga loyiq emas deydi. Acaba oltin tizaklaydigan eshak sizning oldingizda yo'l boshlab mangsunmi? Ha, tushundim. Undaqda men uningga yondashib mangay. Ha? Marhamat. Uningga nima bo'lganda? O sizni men bilan yondashib mengishga qandoq petingando deydi. Undaqda amal tepildi. Eshak xo'jam, endi rozi bo'lgansiz? Eshakning quyrug'iga diqqat qilasiz. Uni sog'-salomat operasiz. Xo'shamisa? Keyingisi kirsin. Yo'lni boshlanla. Sen nima kelding? Alvan begi, men to'y taklifi qo'yg'ili keldim. Qarala bir eshakni yudilib, to'y taklifi qo'yg'ili kepti. To'y taklifi qo'yg'ili kepti. Senlar nimaga kurashsan? Hemen çıkış. Sen yani nime keldin? Begim, men to'y taklifi qo'yay deb kelgan edim. Nima? Sen bir dört eshakni yudib, mening qizimni olmoqchimisan? Begim, bu degan oltin tilla tizaklaydigan eshak. Bu bir kunda 1000 tilladan ortiq oltin tilla tizaklaydi. Agar bu eshak sen deganda kuniga 1000 tilla tizaklaydigan ish bo'lsa, albatta qizimni sana berishga roziman. Oy, dada, qarang kepingizni, nima deyapsiz? Ras.
Oltin tilla tezeklaydigan eshigim, oltin tilla tezekla. Iloyim, oltin tilla tezeklagan bo'lsam bek yaxshi bo'lgan bo'ladi. Oltin tilla tezekla, eshigim, yaxshi eshigim, omroq eshigim, oltin tilla tezekla. Oltin tilla tezekla. Tez bo'l, oltin tilla tezekla. Tilla. 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 Rastla tilla ekan. Hörmətlik beyim, mən bu oltin tilla tezeklaydigan eshigimni va qalbimni sizning qizingizga berishga tayyorman. Aldırmay turing. Oldi bilan eshigingiz menga yana bir nechta tilla chiqib bersin. Bo'ladi, bo'ladi. Aldırmang. Aldırmang. O hazırla oltin tilla tezeklaydi. Oltin tilla tezekla. Oltin tezekla. Oltin tilla tezekla. Vayca. Bu ölgür. Sen kızım ne? Mazak kılışka petindin. Vayca. İşek! İşgim! İşigim! İşigim!